Assalomu alaykum aziz talabalar, bizni kuzatib borayotgan tomoshabinlar, sizlar bilan o'zbek dialektologiyasi va amaliy dialektologiya fanidan yangi mavzuni boshlaymiz. Men Hamid Masur Abdumanovich, Termiz davlat universiteti o'zbek tili adabiyot kafedrasi katta o'qituvchisi. Mavzu bilan tanishtirib o'taman. O'zbek shevalarida so'z turkumlari, sintaksis. Mana shu bu ham bugungi mavzuda katta mavzu va 6 ta rejasi mavjud. Tanishib olishingiz mumkin. Ekraningizga havola etilyapti rejalar. Men esa bevosita darsga o'taman. Xo'p, adabiyotlar bilan biz sizlar bilan o'sha shevalarning grammatik xususiyatlarini o'rganganimizda tanishtirib o'tgandik. Yana bir bor eslatib o'tyapman. Endi darsga o'tamiz. O'zbek shevalarining grammatik xususiyatlari. Grammatik xususiyatlarida biz o'tgan darslarda ham bu bo'yicha sizlar bilan suhbatlashib o'tgandik. Grammatik xususiyat bu o'sha morfologik va sintaktik xususiyatlar haqida to'la ma'lumot berishni darslikda imkoniyati chegaralangan va o'sha ularning eng umumlashadigan tadqiqot obyektini o'sha o'rganishga asos bo'ladigan o'rinlarnigina to'xtalishni lozim topganmiz. Mana bevosita egalik kategoriyasiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda o'sha ko'ryapsiz, ot so'z turkumida Xorazm shevalarida qanday xususiyat kasb etishini taqdimotda ko'rsatganmiz. Farg'ona vodiysi shevalarida erkaklarga o'sha olimjon deb qo'llanilishi, o'zi xon deyilishi qiz bola ismi qo'shiladi, lekin xon o'sha xo'jalardan avlodi bo'lsa, xon odatda o'sha Farg'ona vodiysida ko'proq uni kuzatamiz. Jon variantini erkalash, hurmat ma'nosida ham ismlarga qo'shib aytiladi. Va mana ikkinchi shaxsda bayda Qurbon akada masalan Qurbonboy deyish mumkin. Boy qo'shimchasi ham so'z tarkibida asosan ismlarda qo'shilib ifoda etiladi. Ot so'z turkumi o'sha o'zbek dialektologiyasi eng sermahsul so'z turkumlaridan biri hisoblanadi. Lug'atlar tarkibida ham buni ko'rishimiz mumkin. O'sha shevaga xos so'zlar lug'ati bo'ladimi, adabiy tildagi lug'atlari bo'ladimi? Ot so'z turkumi sermahsul so'z turkumi sifatida e'tirof etiladi. Endi sifat so'z turkumi ham o'sha adabiy tilga xos bo'lgan aksariyat so'zlar affikslar shevalarda ham ba'zi fonetik o'zgarishlar bilan qo'llaniladi. Jumladan sariq o'sha qaroq lug'achasi bizda mana sariyog'ni sarimoy deydi. Sariq so'zini sari deb qo'llanilishi yoki qattiq so'zini qotti deb qo'llanilishi, fonetik o'zgarishlarga uchragan holatda tochishi, almashishi, ortishi bilan bog'liq va o'sha ma'noni ifodalagan so'zlar. Endi issiqni issig'i deb aytish qarluqda, issi o'g'izda, qorani o'sha qarluqda, qarani qipchoq o'g'iz laqchasida ham qattiqni qattu deb Toshkent shevasi bo'lsa, bizda o'sha qotti nom bo'lishi mumkin yoki o'sha xas insonga nisbatan qotti degan so'zni ishlatishimiz ham shevada mavjud. Qattiq, mana Farg'onada qattiq qipchoq shevasida va o variantida ham qotti deb ishlatamiz. Endi dunyoni o'sha sheva vakillari ham o'z nuqtai nazaridan ko'radilar va shaxs, narsa va hodisalarning sifatlarda belgilanishida yaqqol ko'rinadi. Masalan, bo'zrang, umuman ranglar bilan bog'liq holatda biz o'zbek tilida bilasizki, nimagadir qiyoslab yoki o'sha so'zni qo'shib aytamiz. Kulrang, sabzi rang, bug'doy rang, vaholanki uni qanday ilmiy nomda ifodalanishi, masalan rus tilida har bir rangga nom berilgan. O'zbek tilida esa bu o'sha narsa bilan bog'lanib ifoda etiladi. To'g'ri, shevalarda ham ba'zi bir ranglar bilan bog'liq o'ziga xos so'zlar bor. Masalan, pistoqi, mana qarang. Pistoqida o'sha oq sariqda Namangan holatda yoki tol bargi rang deb barg nomi bilan qo'shilishi va yuqorida aytganimizdek so'zlarda narsa nomi bilan ranglar ifodalash ham mavjud. Aralash rang, mana qarang, burul Andijonda. Biz alabula deymiz, oq qorani. O'sha alabulada ham ranglar uyg'unlashganligi aralash holatda alabula so'zini qo'llaymiz. Sifat darajalarida juda o'sha ja deb aytiladi ba'zida. Juda degan ma'noda. Jijja, ya'ni kam ma'nosida. Dim deydi mana Xorazmda. Dim mazali desa o'sha bu
juda degan orttirma darajadagi sifatni ifodalashda qo'llaymiz. Engni in qarshida belgining kamligini ifodalovchi roq qo'shimchasi ra, raq yoki rag', rag variantlari qo'llaniladi. Oqroq axraq, uzunroq uzunraq. Xo'p, sifat shu bilan birga shevalarning o'z affikslari ham bor. Qoraqalpoq o'zbek shevalari, Qipchoq laqchasining aksariyat shevalari va Shimoliy o'zbek shevalarida sifatlardagi belgining kamligi lau variant affiks bilan ifoda qilinadi. Oqroq bo'lsa aqlau, ko'kroq bo'lsa ko'klau, xomroq bo'lsa xomlau. Shimoliy o'zbek shevalarida qo'llanilishi nutqlarda kuzatilgan. Endi belgining ortiqligini ifodalashda Xorazm shevalarida zil so'zidan foydalaniladi. Qop-qora, zil qara, sapsariq, zil sari belgining ortiqligini ifodalashda shevalarda eng, in, yoki ja, jida so'zlarning situativ sinonimlaridan ham foydalaniladi. Bular quyidagilardir. Masalan, rasa yoki o'sha nenazin, taza, toza boplabsan yoki rasa kuchli, yomon ham zo'r deymiz. Masalan, ko'pincha Boysun shevasida ya'ni juda eng degan ma'nolarda shevada qo'llaymiz. Ilgari juda chiroyli qiz edi. Ilgari nenazin xushro'y qizdi. Namangan shevasida yoki o'sha taxti Sulaymon juda balandda ekan. Taxti Sulaymon taza yoki rasa balandda ekan deb o'sha shevasida ifodalanadi. Endi sifatni o'sha shevalarda o'ta chiroyli, chip-chiroyli, chippachin, chipchin yoki tippatikda tiptik, sappasav jurudi dedi. Sapsav Shimoliy o'zbek shevalarida kabi o'sha shakllangan belgining kuchaytirilgan holatini mavjud. Belgining kamligini ifodalashda ham ayrim shakllar ishtirok etadi. Andak tar, ya'ni biroz ozgina tor ma'nosidagi. Ko'kimtir, ko'kimtil ma'nosida o'sha l-ni qo'shilishi ham kamlikni, belgining kamligini ifodalaydi. Adabiy tildagi dastlabki bo'g'in ishtirokida hosil qilinadi. O'sha kuchaytirma sifatlarda ham o'zbek tili uchun umumiy deb qarash mumkin emas. Jumladan, adabiy tildagi o'sha bus-butun, opa-ochiq shakllar tim so'zi aksariyat shevalarda qo'llanmaydi. Ya'ni adabiy tilda qo'llaniladi-yu shevada bu holatni kamdan kam kuzatamiz yoki umuman ba'zi hududlarda ifodalanmaydi. Endi son so'z turkumiga keladigan bo'lsak, sonda ham o'sha o'ziga xoslik bor hududiy jihatdan olib qarasak, masalan, birni b, bir demaymiz, bir deymiz so'zlash nutqida ham. Bir bor ekan, b bor ekan, bir yo'q ekan. Ba ekan, b yo'q ekan. Ya'ni qon shevasida 2, yekki deymiz biz. Diftong bilan yeni orttiramiz Qipchoq shevasida. Xorazmda 2 ini cho'zadi. Ikki Turkistonda, akki Marg'ilonda, eki Qipchoqda o'sha yekki ham ifodalanadi. Tort, 4 yoki 4 ma'nosida Xorazm shevasida, 7 Qipchoqda, 50 alla Xorazmda, 50 Shimoliy o'zbek shevalarida, 40 qir o'sha aksariyat shevalarda qo'llaniladi. 40 Qipchoqda, ning o'sha mingni ming deb o'sha biz manqalanib gapirish deymiz. O'sha ming singan mavzu shevalarda o'sha holatda kuzatiladi. Endi sonni murakkab sonlarni hosil qilish tartibida adabiy til tizimida o'sha deyarli saqlangan, ya'ni lekin o'ziga xos ifoda qilinadi. 7 15 masalan Namangan umlautli shevalarda sonni bo'lib aytiladi. 75 emas, 7 15, ya'ni 7 15, 75 yoki 4 20, 4 20, 4 20 rni tushirish holati ham bor ba'zida. 80 ga nisbatan aytiladi. 11 jush yoki 1100, 1100 sonlarda mana shunday bo'lib ifodalash mavjud. O'nlik, yuzlik va birlik umuman shu ko'p xonali sonlarda bo'lib ifoda etilishi kuzatiladi. Sonni jamlik ma'nosida Xorazmda egalik affiksi vositalarida, ya'ni ikkalasida ikkisi, uchalasida uchisi kabi shakllar orqali ifodalanishi ham mavjud. Vaqtni numerativlarda vaq, qay vaq, 5 vaq shevalarning o'z numerativlari ham uchrashi o'sha kuzatiladi. Namoz 5 vaq namoz deydi. Yoki vaqtni
qur bilan uch qur avqat, ya'ni Namanganda qur bilan ifodalashi. Ilik, ya'ni jilik, mol go'shtini bo'lishda qo'llanadigan o'lchov birligi, ya'ni 2 jilik et yoki o'sha Shimoliy O'zbek shevalarida qo'llanilishi bu 2 bilan 2 sonni ifodalanadi. Tartib son ba'zi shevalarda necha affiks bilan ifodalanadi. Birinchi, bir, ya'ni necha qo'shilganda so'z bilan yozilgan paytda o'sha turli xil talaffuz qilinganda yozuvda ham transkripsiyada shuni yozamiz. Namangan shevasida chamasonning lachcha aslida larcha, ya'ni lachcha, bu yerda larcha affiksini adabiy tildagini shevada ifodalanishini ko'rishingiz mumkin, yoki yuzlarcha, minglarcha mehmon keldi deymiz misol uchun. O'sha minglarchada minglarcha, yuzlarchada yuzlarcha. Av, ya'ni jamlot soni avda Andijon shevasida 8 av, 9 av, 10 av, 40 av holati qo'llaniladi. Endi olmosh ham o'ziga xos xususiyatga ega. Masalan, men, man, sen, san variantlarida o'sha o'g'iz va shahar shevalarida qo'llanganini bilamiz. Mana man aytdim yoki men san emas, sen emas, san deb ifoda etamiz. Qipchoq lahja shevalarida 3-shaxs u, o, ul, ol variantlari uchraydi. Xo'sh, olmoshni o'sha turli hududlarda adabiy tildan farqli holatlari kuzatiladi va olmosh so'z turkumi ham boshqa so'z turkumlar kabi o'ziga xos turfa xilliklarga ega. Uni ko'rib o'tishingiz mumkin. Mana shu mashsha ko'rsatuvchi olmoshlarni shu, sho, shuda shol, qipchoqda o'sha, osha, Shimoliy O'zbek shevalarida ana shu, ashshi, Farg'ona shevasida mana bu yerda folklordan olingan namuna keltirilgan. Bu yerda ham olmoshni o'ziga xosligini ko'rishingiz mumkin. Ana bu Namangan shevasida hu ana bu, unu, hu anu, ana u, anuna holatda olmoshlar ifodalanadi va ravishda ham hududiy jihatdan farqlanishi kuzatiladi. Masalan, bu yer bet, betda deydi, qatta deydi, qatta yuribsan, ya'ni qayerda ma'nosida. Ya'ni bu so'roq olmoshi ham bor, ya'ni bu yerda o'sha ravishni ham ifodalanishi bor. Bet, shu yoq, shaqqa, o'shaqqa yoki shu yer, shat. Toshkent viloyat shevalarida, umuman Toshkent shevasidagi umuman Qarluq laqchasida kuzatiladi. U yoqda, ag'da, bu yoqda, bag'da, Farg'ona vodiysi shevalarida ko'p, qipchoqda, yoqqa, eqqa, bu yoqqa, beqqa. Va o'sha yordam so'z turkumlariga to'xtaladigan bo'lsak, unda taqrir modallar ham yoki ko'makchi, bog'lovchi yuklamalar ham yordam so'z turkumlarida, alohida olingan so'z turkumlarida ham bu holatni kuzatishingiz mumkin. Yordam so'zlarda ham, unda taqrir modallarda ham o'ziga xosliklarga ega. Mana taqdimotda buni ko'rsatganmiz. Bevosita mana davr yoki shevalarda ko'makchilarning ifodalanishi shunga davr, ya'ni kun uzog'ida shu bugun daroz deydi. Mana tojik tiliga yaqin o'zbek shevalarida, masalan, Sherobod, Zarabog' hududlarida shu bugun daroz deganda kun bo'yi ma'nosidagi davr yoki don bilan bog'liq Xorazm adabiy tilidagi qadar ma'nosida, ya'ni dong, baqa yoki o'tib, Surxondaryo shundan keyin deganda, yoki oson deydi, oson, ya'ni keyin ma'nosidagi. Bog'lovchilarni ham ko'ryapsiz mana. Suzu mem, siz va men ma'nosida. Hazir, ya'ni o'sha barayamanda, ya'ni bajaraman so'zini hazir baraman, undiki ishlarimni qilaman deb o'sha bog'lovchilarni qanday holat, so'zga qo'shilib ketish holat yoki alohida ifodalanganda ham adabiy tildan farqliligini kuzatishingiz mumkin. Va mana yuklamalarni ham taqdimotda hududiy jihatdan qanday va lahjalar o'rtasidagi farqini keltirib o'tganmiz. Unda ular ham xuddi shunaqa tanishib o'rganishingiz mumkin. Qaysi hududlarda qanday ifodalanishi. Endi taqlid so'zlar holatga va tovushga taqlid xususiyatda hududlarda va lahjalarda farqli xususiyatlari va o'xshash tomonlari ham bor. So'z yasalishida ham o'ziga xoslik bor. Qipchoq, o'g'iz va Qarluq lahjalarida buni ham ko'rib o'rganib olishingiz mumkin.
so'z yasalishi mana so'z yasovchi qo'shimchalarni fonetik yoki o'sha so'zga qo'shilgan holatda qanday o'zgarishlarga uchrashi, tovush tushishi, almashish, ortish hodisalarini ko'rsatib o'tganmiz. Endi mana bir qator kam unum affikslar ham qo'llaniladi, ya'ni nofaol bo'lgan affikslar bor shevada. Bularni o'sha grammatik xususiyatlarda ham biz ko'rib o'rganganmiz. O'zbek shevalarining sintaktik xususiyatlari ham o'ziga xoslikka ega. Turobova va Jumanazarovlar ko'proq sintaktik xususiyatlarni tadqiq etgan. Bu olimlarni ilmiy ishlaridan bevosita o'rganib olishingiz mumkin. Gap bo'laklari tartibi qanday joylashadi, inversiya hodisasi qanday xususiyatga ega, kesim va ikkinchi darajali bo'laklar va ega bilan qanday aloqaga kirishishi va so'z birikmalari, bitishuv, boshqaruv va moslashuvda qanday xususiyat kasb etishini mana ko'rib olishingiz mumkin. Bularda ham hududiy jihatdan farqlanish va o'ziga xosliklar mavjud. Albatta bugungi mavzuyimiz sermahsul va katta mavzular sirasiga kiradi. Mustaqil o'qib, o'zlashtirib olasiz va tushunmagan o'rinlaringizni bizni ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali yozib murojaat qilishingiz mumkin. Men esa darsimizni nihoyasiga yetkazsam va keyingi darsga qadar xayrlashaman. Sog' va omon bo'linglar.